Mazkur filmni Abdushukur Muhammad Emin vafotining 10 yillik xotirasiga bag'ishlaymiz. Ömür talqinlar nomli bu maqola marhum olim Abdushukur Muhammad Eminning 60 yoshga to'shish yoki o'z tili bilan aytganda oriflik yoshiga qadam qo'yish munosabati bilan o'zining eddiviy musofirlaridan, ilmiy tadqiqot hayotidan va badiiy palillardan chiqargan xulosa. Olimning bu maqolasi tafakkurona mulohiza, falsafiy fikr uchqunlari bilan sinnatlangan va samimiy talaffuzda bayon qilingan. Shunga o'qigan kishiga yangi ideya, yangi tuyg'u va yangi huzur bag'ishlaydi. Qismati qomus hayotning har beti rohat manga. Meyli qayg'u, meyli shodlik kelgini omad manga. Bo'lsigar qalbingda hikmat, qilg'uluq jutni bahor. Bo'lmasa qalbimda hikmat, omadim oqat manga. Ilm boshqa, talant boshqa, g'urur iman yana boshqa. Bulur sahip qirollik, bu üç fazilat kelti bir boshqa. Bunun birlen baxt bitmez, onunsiz köptür omadlar. Baxt babida qur açsang, yezilmiş qismidan boshqa. Ulug' xohish bilan oqsun, oyog'ing ostiga qonim. Ki tuproq ostida ko'rsammu baxtingni qadrdonim. Shafaq osmonida hurdak, baland ovoz bilan ushsang, nechun kulmas kuchub shabnam lahat ustida rayhon. Ming yillar kiralishadigan taqvim mo'jizasiga yerim mo'chal qolganda men 60 yoshga kiraman. 60 yosh hayot manzilidagi o'zlikni yo'qlash xalos. 60 yosh yuksak sukunat. Teran talqin pallisi. Tangri loydin bino qilgan va ana qarnidan farzand qiyofatida turaldirgan inson o'zini dunyo maishatlariga burma muhtak bag'onsiri kuchab kirgizib 60 yilni tamomlashi mumkin. Sirtqi tusi harizatdek afsunkor. Ichki mohiyati tugman toshlardek bevafo. Yovuz ilgar bu xayri dunyo 60 yil ichida o'z sirlarini insonga yetgudak oshkor nadon va xasga yig'an. Dona va orifqa bir so'q kulka ata qildi. Uni bo'yab, sirlab, do'q bo'lib ketganlarga uning berdig'ini xiyoliy sumruq izniki xolos. 60 yil. Azaldan insonga u bir chaqlarda to'kiya bilib, qattiq changalib olgan narsalarni peqirtib tashlashgan. U fidokorlik qilgan aqidalardan qaqoqlab kulishga bishorat berib keldi. Bu oxirgi o'g'usti ishoratini hamlamaganlarmi talaylab o'tdi. Faqat zamon sahifalarini kalendar deb o'tkazib o'tgan toshkalla zohidlarni hisoblamaganda 60 yosh xosiyatlik ikkinchi tug'ilish ayyomi. Shunday men uyg'onish yeshim bor. Orif yeshimga kelib qoldi. Tirik vaqtimda o'limni o'ylab, mo'tavar cheg'imda tuproqlik zotimni to'nib, kibr havoni qayirib qo'yib, o'zimga munkar nikr so'rg'ini so'rg'im bor. Umr manzillarimdan umid javohiratlar tepish niyatida tarmashlarim silingan safar xurjinimni talqin dasturxonimga to'kib, ularga aql bilan nazar tashlamasdan
bu maqomga qadam qo'yamayman. Men shuni shart qilamanki, men insoniyat texi yo'qotgan o'zini, o'z mohiyatlarini topolmagan iroda qildim. Men yana Ipak yo'li illatlari mening kishilik muhitim bo'lib turgan asrda yashdim. Eldan mag'firat tilash, aql pokligini izlash, mana bu meni qiziqtirayotgan pidakor tema. Ömür talqinlari orqali uning uchurdan uchur qilmoqchiman. Odam uch narsadan olg'a olishdas. U makon, zamon va o'zi tava bo'lgan madaniyat turkumidan iborat. Men miltiq bilan ketman turmushning yildizi va shirk qilingan makon, zamon turkumiga erishdim. Qadimki Ipak yo'lining o'ttir qonili Tarim vodisida koni yangi madaniyatlar aralashgan, tarixiy afsonalar bilan kelgusi xiyollari reallikdan shuncha yiroq bo'lgan, vaziyati xuddi traktor orqasiga chetilgan ko'zibdek o'zidan sirtqi qudratli davolg'ishlar ta'sirida tez o'zgaradigan zamon mening nafas xazinam bo'ldi. Mening hayot yo'lim pul cheki yoki hukumat hujjatlarini silash bilan emas, balki kitob jurnal sahifalarini varaqlash bilan o'tdi. O'qituvchi bo'lish menga ham taqdir, ham himmat ixtiyor edi. Buningdan boshqa olg'un mansab, vafosiz tapovat meni o'zidan seskandirdi. Makon, zamon, turkum safosining tarixiy qatlami tufayli menmi xuddi Ipak yo'li bekilgan zamonlardagi dadam, buvam ham cho'ng bo'g'inlarimdek taqib, tutqun, bo'xton va bog'liq riyozatlardan xoli bo'ladi. Kitob menga ilm, yorug'lik haqidagi tasavvurchan fikr bag'ishladi. Bo'la emas, kitob yana turmushimdagi bir qator begunoh suiqasd va ijtimoiy fojialarimga yo'l ochdi. Men o'qidim. Xuddi yaqinda katta imtihon bo'ladigandek, xuddi yaqinda yangi bilim go'rzin sizga echilib, savodsizga aylanib qoladigandek jiddiylik, alam sirlari ustida o'tgan olimdan dars olgandek kichik o'ylik, hamma mutlaq xulosalarga isyon ko'tardigandek gumoniy tuyg'u, yangi bo'g'inning elchisidek jiddiy javobgarlik bilan o'qidim. Men ilmu har kun o'qiyman. Parang xabar manbalariga qaraganda asosiy bilish manbalariga moyilman. Qachonki kitobdan men bilmaydigan yuqori qatlam bilimlar, bishoratlar, notunish iboralar chiqib, meni lug'at izlashga majbur qilsa, alohida ruhlanib ketadi. Men Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoiydek bilish yo'lida nikohsiz o'tishni ravo ko'raman. Shuningdek, Sayful Davla, Nuh ibn Mansur, Husayn Bayqaraning homiylik qilishini munosib ko'raman. Oqilona pidakor oila va g'aribona siyosiy tanholik mening ikki omadim bo'ldi. U qalbimni qizdirib, zehnimni suvitib turdi. Ruhiy asabiylikdan yakchashma bo'lqamadim. Tarso, rashki hasad bilan nohaq riyozat mening mushu umr muhitimda erishishim mumkin bo'lgan va meni qahvaxonaga emas, tafakkur xilvatgohiga boshlab boradigan Nobel mukofotim va Oskar mukofotim bo'ldi. Men hodislarga ko'proq tutashgan hikoyachilikka qaraganda dabdabasiz, shodiyona cho'qonlardan yiroq yovi she'riyat yo'liga kirib ketdim. Har xil gullardan, chilon tuproqdan oqadigan eriq bo'yida o'sgan rayhon va yalpuzlardan farqli mening she'riy hissiyotlarim yo'lg'un chechaklarga o'xshash tanholikmi, ussizlik chanqi va bo'ron ansizligi bilan to'lgan edi. Uningdan satanlarga o'sma, gul xumarlarga tashtak guli chiqmaydi. Xushbo'riqi va atirguldek yumron, nafs bergi bo'lmagan bu holdagi chechaklar
o'z iziga to'kilib, o'z shig'ida asrlanib o'tdi. Uning avjini yalqulliq tunurda yoki gulxan o'rkashlarda ko'rish mumkin. Bir daqiqa tilsim bu jahon. Mayxonadan ig'onlab chiqsam, ko'z oldimda ko'rinding jonon. 20da ma'sum yoshlaring, ot yoylidek o'ynoq chochlaring. Bir ishondim, bir ishonmadim, kayf ko'zining ko'rgani yolg'on. Uyga kelsam, har kundagidek kampir firor kiyib oq yechib. Qaytib kelgan yoshlig'ing emas, mas zavqining ilhomi bu on. Aytib beritsam, dedi onasi, qolgan midi yana chalisi. O'tdi va yo o'tmadi hamon, bir daqiqa tilsim bu jahon. She'rlarimning 10dan biri e'lon qilindi. E'lon qilingan she'rlarimni Bahoriyat, Oq to'z, Uchqun bilan Shabnam, Ko'ngil kuylari, Visol begi, Serin chechki, Ezgulik ko'zish qatorliq to'plamlarga aytildi. Ko'plagan g'azallarimga butun xalqni qalbiga yo'shirgan ruhiyatim yo'shirgan. Aslaydiganim bu qalin postliq odamlarning sanam devidan chatli qilishidan iborat. Kimki erinmasa va tilsim ochishini topolsa, bu g'azallar ichidagi mag'zini ochadiganligiga ishonaman. Mayli u bir qancha kishi bo'lganda. Ruboiyat nomida hozircha 1000 parchadan ortiq ruboiyat e'lon qilindi. Ularning ba'zilari o'z fikrini yetarli ixchamlagan g'azalning to'xtashi. Ba'zilari ko'zimga tushgan hayot mohiyatlarning echilib qolgan projektlar. Ba'zilari qalbi qo'yindan operadi bo'lgan. Fikrning suyuldirilishi yoki takrorlanishini kechirishga bo'lganda edi, har bir ruboiyimni g'azal qilib bo'ladi. Lirik nasr turidagi savdoliq ta'ajjubnomasi 10 yillik ma'lumotchilik muhitida yozilgan parcha savdoliq xotirlardan to'plangan. Uning ba'zilarini jiddiy aqtirish, qamash va so'roq qilish muhitida yo'qotib o'tgan edi. Men Kakuk nomidagi 100 nasr orqali o'rgan. Marjon nomidagi 100 nasr orqali dengiz ostiga tashlangan marjonlarni osmon yuziga chiqarmoqcha ufuq yo'rmaydiganligi. Sumruq nomidagi 100 nasr orqali tarix hikmatlari. Jahon nomidagi 100 nasr orqali reallik ibratlar. Nijodiyat nomidagi 100 nasr orqali